Qo'limizga bir dövi siyah elib quruq bir qog'ozning ustiga to'ksak, hargizmi ma'nilik bir bet xat yezilib qolmaydi. Undaqda biz shundoq deyalamizki, qog'oz yuzidagi ma'nilar siyahni kotiblik va poillik martabasidan tushirib etadi. Chunki qog'oz yuzidagi ma'nilar o'zining kotibi va poilining iroda, kuch-qudrat va ilm sohibi ekanligini ko'rsatadi. Bu sifatlar siyohda yo'q. Undaq bo'lgan ekan, siyoh qog'oz yuzidagi ma'nilarning yozuvchisi bo'lolmaydi. Butun dunyo ahli birlashib, qog'oz yuzidagi ma'no uqtiradigan kalima va jumlalarning siyohning tasaddubi to'kilib ketishi bilan yezilib qolganligiga bizni qanoatlantirmaydi. Butkul koinotmi mushundoq ma'nilik bir kitob emasmi? Bu ma'nilik kitobni siyohga o'xshash irodasiz, kuch-qudratsiz va ilmsiz sabablardan maydonga kelgan degili bo'lamdi. Bundoq deydiganlarni aqli bor degili bo'lamdi. Buni misol orqali bu haqiqatga cho'nqurroq nazar tashlab boqayli. Bir maymunni xat besish mashinasining oldida o'ltirg'izayli. Maymun xat besish mashinasining udul kelgan knopkalarini bossin. Ajaba, mushundoq udul kelgan knopkalarni besish orqali ma'nilik biror so'z yoki biror jumla va yoki biror obzasning yezilib qelishi mumkinmi? Ma'nilik biror kitobning yezilib qelishi-chi? Uning ustiga bu shundoq bir kitobki, har bir betida bir kitobchilik, har bir qurida bir batchilik, har bir kalimasida bir qurchilik ma'no bor. Yana kelib, bu kitobning markaziy ideyasi butun kitoblarning ma'nilarini o'zida mujassamlagan. Mushundoq mo'jizaviy bir kitobning knopkalarga besish bilan borliqqa kelishi mumkinmi? Albatta yo'q. Ajaba, koinotmi ashundoq mukammal bir kitob emasmi? Dunyo bu kitobning faqat bir bo'limi xolos. Dengiz, okeanlar, tog' daryolar, quruqliqlar mazkur kitobning bir betidir. Har bir tur, masalan, dal-daraxtlar turi mazkur kitobning bir qurudur. U turning bir xili, masalan, bir anjur daraxti mazkur kitobning bir kalimasidir. U anjur daraxining uruqi bo'lsa, mazkur kitobning bir chekitidir. U shundoq bir chekitki, cho'ng bir anjur daraxti mushu chekit orqali yezilgan. Hatto bu uruqcha koinot kitobida yezilgan Allohning ismlarini o'zida namoyon qilgan kichikkina bir chekitdir. Ajaba, mushundoq bir kitobning misolimizdagi maymunning o'rnida bo'lgan aqlsiz, ko'r, jonsiz va onsiz sabablardan maydonga kelishi mumkinmi? Albatta yo'q. Endi xolisingiz haqiqiy bir kutubxonaga nazar silib boqayli. Ya'ni hujayra kutubxonasiga. Har bir hujayrada minglagan DNA molekulalari bor. Ko'zning rangidan tortib barmoq izigacha, insonning ovozidan tortib chosh qurilmasigacha barliq uchurlar mazkur DNAlarda kodlangan. Bir tal hujayrada bor bo'lgan DNA 46 tomliq cho'ng hajmlik bir ensiklopediyaga o'xshaydigan bo'lib, shunchavala ko'p ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. İnsanda taxminan 60 trilyon hujayra bor. Dunyodagi eng cho'ng ensiklopediya bo'lgan Ona Britaniyaning 40 ming betlik ekanligini o'ylaganimizda, faqat bir tal DNA o'z ichiga olgan uchurlarning qanchalik darajada ko'pligini texmo yaxshi tushuna olishimiz mumkin. Dunyoning eng cho'ng ensiklopediyasidagi uchurlardan 25 hassa ko'p uchur mikroskop orqali necha yuz hassa cho'ngaytgandan keyin ko'gili bo'ladigan bir hujayradagi DNAlarga o'rinlashtirilgan. Ajaba, mushundoq favqulodda bir ishning tasaddubilikning natijasi bo'lishi mumkinmi? Ajaba, butun xalqi olam birlashib Ona Britaniya ensiklopediyasining tasaddubiliklarning natijasida borliqqa kelganligiga bizni ishondira olammi? Albatta ishondiranmaydi. Undaqda mazkur ensiklopediyadan necha yuz hassa mukammal bo'lgan DNA ensiklopediyasining alla qandoq sabablar yoki tasaddubiliklarning natijasida borliqqa kelganligiga qandoqmi ishonamiz? Ey Allohning borlig'ini qabul qilmagan inson, quloq sol, nazar sol
hujayra nima deyotadi? U mundaq deyotadi. Menda dunyodagi eng cho'ng ensiklopediyadan mo necha hassa ko'p uchurlar bor. Agar sen yaratquchi deb da'vo qilgan sabablarda yoki tabiatda mushundoq uchurlarni kodlay oladigan bir bilim, mahorat va qudrat bo'lsa, qani kelib mushu uchurlarni kodlab boqsin. Masalan, mening qarindishim limfa hujayrasiga 30 ming hujayrini toniy oladigan ahli iqtidor o'rnata olsa, manga hujum qilgan dushmanlardan qo'g'dash uchun oq qon donchilarini avatalasa, qizil qon donchilarini ozuq ishchisiga o'xshash tinmay ishga salalasa qilib boqsin. Ondan meni yaratganligini da'vo qilsin. Yuqorqilarga mono ma'lumotni qo'shib qo'yayli. Bir insonning vujudidagi DNA molekullalari qatlanish orqali kichikgina hujayralarning ichiga sig'dirilgan. Bir inson hujayrasidagi DNA yipining umumiy uzunligi 2 metr keladi. Agar bütün hujayralarimizdagi DNA'larni chuvib uzunisiga orqadan tizsaq, jam'i 120 milliard kilometr bo'ladi. Bu musofa dunyo bilan quyosh oralig'idagi musofaning 800 hassiga to'g'ri keladi. Dunyo bilan quyosh orasidagi musofaning 150 million kilometr ekanligi esingizda bo'lsin. Mana mushular tasaddibilikning natijasi bo'lishi mumkinmi? Bir hujayradagi DNA'ni tasaddibilik bilan tushundirgili bo'lmagan yerda insonning tasaddibilikning o'yinchiqi ekanligini qabul qilgan ko'r tafakkurlarga ming afsus.